Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakat karimizda obunachilari. Hammanglarga bugungi kunlar xayrli o'tsin deb, Alloh kuch-quvvat bersin deb, jigarlarim, birodarlarim, shu ena bola sigirimizni tanishtirib o'tamiz. Bo'ylari 1.30 dan balandroq, 10 litr suti bor. Bolasi 2 oylik xunajin, qornida 12-fevralda qo'yilgan gumoni bor akalar. Narxi 40 million xayri bor deyapti. Bemalol kelib, ko'rib, tekshirib olaverasizlar akalar. Dastlabkilarni kelishiladi, endi egasi nomerini qo'yib qo'yamiz. Endi egasida o'z texnika yo'q. Endi kelishtirib xudo xolasa qilib beradi akalar. Yeb ichib turgan sog'lom variantlaridan. Suti ham 10 litrga deyapti. Bo'y basti ham kelishgan molimizni. 6 tish akalar. Bolasi ikkinchi bolasi, qornidagi nasib 3-bolasi bo'ladi. Tushib qolgan bo'lsa akalarim. Mana orqa boshlari. Mana akalarim. Xudo xolasa ishonchli sigir qidirganlarga mana akalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bunimiz 5 oylik bo'g'oz, bunisi ham 6 tish akalar, yeb ichishlari sog'lom. 6 litr suti bor. 20 million xayri bor deyapti. 20 million xayri bor. Yuvoshliklari o'ta yuvosh. Bemalol kelib sog'ib mana yalab tashlagan akalar oxirini. Mana bunisi ham mana akalar yalab tashlagan. Hech bola yo'q oxirida. Ular g'ish akalar, mana ular tosh. Mana hech bola yo'q. Ular ham mana hammasi yalab tashlagan. Shu ikkalasi sotiladi, 5 oylik bo'g'oz akalar. 6 litr suti bor. Yosh xo'jaliklarga kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasiz. Bo'ylari 1.20 dan baland. Bunimiz mana akalar, tanishtirib o'tdim, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bolasi ham mana xunajin akalar, sigir qilaman deganlarga joning sog' bo'lsin. Mana egasida turibdi mollar xudo xolasa. Yeb ichishlari sog'lom, tekshirib, ko'rib olaverasizlar xudo xolasa akalar.